Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan onlayn mavzularimizni boshlaymiz. Mavzularimiz Roundup kitoblaridan bo'ladi. Ya'ni siz yil davomida Roundup 1, 2, 3 va agar kerak bo'lsa 4-kitoblarni ham o'tamiz. Sizlarga Roundup kitoblardan ana shu kerak bo'ladigan ozgina tushunarli qilib mavzularni tushuntirib beraman va undan so'ng siz mana shu mavzuga doir testlarni yechib chiqishingiz mumkin. Bu testlarni yechish orqali siz o'zingizni bilimingizni sinab va mustahkamlab olasiz. Demak, birinchi mavzuyimiz bu artikellar. Artikellar ikkiga bo'linadi. Aniq va noaniq artikellar. Aniq artikellar biz uchun biroz murakkab bo'lganligi uchun aniq artikellarni keyinroq o'tamiz. Lekin noaniq artikellar bu juda ham anglab olish oson, chunki noaniq artikelda va n dan boshqa qo'shimcha ishlatmaymiz. Demak, biz ko'rishimiz mumkin, sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun aytib o'taman. Biz artikellarni otlardan oldin ishlatishimiz kerak. Ya'ni ingliz tilida bu noun deyiladi. Agar siz biron bir otni, ya'ni narsalarning nomini ko'radigan bo'lsangiz, ana shular oldidan biz noaniq artikelni qo'yishimiz mumkin, yoki n. Masalan, bu yerda ko'rishimiz mumkin, agar so'zimizning birinchi harfi B, C, D, F, G keladigan bo'lsa, ya'ni undosh harflar bilan tashkil topadigan bo'lsa, birinchi so'zimizning birinchi harfi undosh harflar bilan keladigan bo'lsa, biz artikelni qo'yishimiz kerak. Agar so'zimizning bosh harfi unli harflar bilan keladigan bo'lsa, biz n artikelni qo'yishimiz kerak. Masalan, bu yerda ko'rishimiz mumkin cat. Cat bu mushuk degani. Agar catning bosh harfiga qaraydigan bo'lsak, bu C bilan boshlanyapti. Demak, C harfimiz mana bu undosh harflarning orasida. Bu yerda ko'rishimiz mumkin mana. Shuning uchun bu yerga qo'yapmiz. Cat yoki dog. Dog harfimiz, ya'ni d-imiz undosh harfga tegishli. Bu yerda esa elephant. Bosh harfimiz bo'lyapti, lekin biz bu yerda elephant qo'yapmiz. Yoki bu yerda o bilan boshlanyapti, shuning uchun n qo'yapmiz. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin mavzularni. Biscuit. Biscuit bosh harfi b bilan boshlanganligi uchun bu yerda ni qo'yishimiz kerak. A biscuit. Yoki cake, tort. Bosh harfi c bilan boshlanyapti, demak biz a cake qilishimiz kerak. Uchinchisi esa apple, olma. Bosh harfimiz esa bu yerda unli kelyapti. Demak, unli keladigan bo'lsa n qo'yishimiz kerak. Navbatdagi mavzuyimiz esa bu can. Bu yerda mavzularimizga doir savollar bor. Bu mashqlarni ishlab chiqishingiz kerak. Bu Roundup 1 kitobi. 3-betdan 5-betgacha ishlab chiqishingiz kerak. Endi can bu qila olmoq degan ma'noni anglatadi. Keling buni Word orqali sizlarga tushuntirib o'tsam. Demak, canning tarjimasi bu qila olmoq degan ma'noda keladi. Biz bilamizki, qila olmoq insonning qobiliyatini ifodalab beruvchi modal fe'l hisoblanadi. Candan so'ng biz modal, ya'ni candan so'ng biz fe'l ishlatishimiz kerak. Candan so'ng biz ot ishlata olmaymiz. Bu yerda formulasi bor, ko'rishimiz mumkin. Birinchi formulasi, ya'ni bu yerda pozitiv deb ketishimiz ham mumkin. Birinchi subject keladi. Subjektlarga, ya'ni aytishimiz mumkinki
I, he, he, it, we, yoki you yoki they. Mana shulardan birini qo'yib ishlatsa bo'ladi. Plus can qo'yamiz. Can va undan so'ng esa biz ya'ni fe'l qo'yishimiz kerak, ish harakat. Demak, bu yerda verb deyiladi. Ish harakat bo'lishi kerak. Ish harakat. Masalan, ko'rishimiz mumkin bu yerdan birini tanlaymiz xohlaganimizni. Men yugura olaman deydigan bo'lsak, I birinchi I'ni qo'ydim. Undan keyin plusdan keyin can kelyapti. Demak, I can qilishimiz kerak ekan. Undan so'ng ish harakat. Nima qila olaman? Yugura olaman. Run. I can run. Men yugura olaman degan ma'noni keltiradi bu yerda. Yoki I can jump. Yoki aytishim mumkin they can speak. Ular gapira oladilar degan ma'noni bildiradi. Endi agar negativ shakliga keladigan bo'lsak, negativ shaklga keladigan bo'lsa, yana xuddi shunday yozib olamiz. Mana bularda, obyektlarda va plus can ni ishlatamiz. Can va bunga qo'shimcha tarzda negativda har doim not ishlatishimiz kerak. Not yuklamasini qo'shishimiz kerak va yana verb kelaveradi. Masalan, men yugura olaman deb aytgandik, endi men yugura olmayman deyishimiz uchun I can not run deb aytishimiz kerak. Yoki I can not jump deb aytishimiz mumkin. Yoki they can not speak deb aytishimiz mumkin. Navbatdagisi esa u question varianti, ya'ni so'roq shakli. So'roq shaklida endi bizda bitta narsa bo'lishi kerak. Can subjektni oldiga o'tadi, ya'ni can birinchi qatorga o'tishi kerak. Can plus endi mana bu I, he, she, it, we, you, they'lar qo'yamiz. Plus verb qo'yishimiz kerak. Verb. Va bu yerda so'roq bo'ladi. Ya'ni so'roq shaklida. Endi men yugura olaman, men yugura olmayman, men yugura olamanmi deyishimiz uchun can I run deyishimiz kerak. Can I run? Yugura olamanmi? So'roq shaklida bo'ladi. Yoki can I jump deyishimiz mumkin. Takror olamanmi? Okay. Can they speak? Yoki ular gapira olishadilarmi degan ma'noda keladi. Demak, bu yerda sizlarga can va noaniq artiklni o'tib berdik. Albatta, bularni ko'rib chiqing va canning qoidalarini ko'rib, bu yerda yodlab, har bitta pozitiv, negativ va questionga 10 tadan gap tuzib chiqishingiz kerak. Albatta, bu sizga hech qanday muammo tug'dirmasa, ko'proq tuzganingiz yaxshi. Chunki bu o'zingizda yaxshi shakllanadi va speaking qilganda ham yoki gapirganda ham avtomatik keladigan darajaga chiqadi. Hammangizga rahmat. Darsimiz tugadi. Barchangizga rahmat.